Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, tuzukmisizlar? Demak, 3-videomizni boshlaymiz. Bugun 5 million so'm depozit bilan x2 qilishga bir ozgina harakat qilib ko'ramiz. O'yinda uncha ko'p cho'zmayman. Tez sotib olib yo pulni tugatamiz, yo normalizamiz olib chiqib ketamiz. Maqsad x2 qilish, balans. Qila olsak yaxshi. Sababi 3 kun ketma-ket minuslar bo'ldi. Ko'rdinglar, 2 kun. Shuning uchun bugun plusga harakat qilib ko'ramiz endi. Svet nima Fruit Part 2 dan boshladim sirazi. Ko'ramiz o'yinda beradimi, bermaydimi. 27x 8000. No pulli yarimi sirazi qaytib beryapti. Ko'ramiz, nimadir bo'lar oxiridan. Qalay o'zi yoqyaptimi? O'yinlar, boshqalar qilgan videolarim stream qilsam odam kiradimi, kirmaydimi? Nima deysizlar? Kommentariyada yozib ketsanglar, agar talab bo'lsa stream qilaman. Hozircha jelaniya yo'q lekin. Stream qilish boshqa, sababi men bu narsalarni to'liq o'rganib olmadim-da, men bu OBS studiyasi bor, boshqasi bor. Shuning uchun. Shunga menga hozir auditoriya muhim. Auditoriya kerak. Anta nimadir bormi? Yo'q, uzman bermadi. Yulduzchaga ham bermadi. Ko'tam tushmadi. 3x'lar bilan ko'ryapti hozircha. Yo'q, короче, birinchi turgan hech narsa bermadi. Telefonni bezukka qo'yib olaydi. Bezovta qilishmasin. Hech narsa bermadimiz, 40% pulni qaytardi. 400 ming qaytardi, короче. Где-то 80% bo'ladi. Yana bitta olamiz sirazi. Beradimi, bermaydimi bilmayman, ko'ramiz. Bugunlik yutishimiz kerak. Mayda summalarga o'ynayapti. Hammasi mayda summa. Bu bermasa ham kerak, bu partiya endi bilmadim. Wild'dan bermadi-yu, X bilan. X. Mana ovozim ancha pastroq, shu baland qilib qo'ygan, shu pasaytiradi. Noshlikdan ovoz qaytyapti menimcha sizlarga. Noshlikni pasaytirib taqib olaman, bo'lmasa mikrofonga ovozini beradi. Bu sizlarga xalaqit qilishi mumkin. Shuning uchun to'g'risi o'yinda nastreniya yo'q hozir. Sababi bilet, men bu o'yindan oldin planshetni ekran qilib ulab olaman-da. O'shanda ozgina muammo bo'lib asab buzildi. Ko'ramiz endi beradimi, bermaydimi bunaqa nastreniya bilan. Endi hamma aytadi nastreniyaga bog'liq, berish bermasligi deydi-da, ne fakt, u ham nastreniya zo'r bo'lib turib agar o'qisa ham bermasligi mumkin. Shuning uchun nastreniya zo'r payt o'ynab qolaylik deb o'ynab olmaylar. Yana shunaqa summa qaytaryapti. Yana bir marta olaman-da chiqib ketaman ekan bundan. Ozgina aylantiraylikchi. Xullas pragmatik ham aytdim, oxirgi paytlar aynib chira bo'ldi bu nima provider ham. Bermaydi, yo'q. Nech sotib olasan bermaydi. O'tgan gal videoni oxirida aytgan narsam o'sha. Klient daxxuya bulardi hozir. Bu sen qiziq emassan bularga. Xohlasang shu deydi, o'ynasang shu, bo'lmasa boshqa provider ko'raversan deb turib yaxshi gap bilan tushuntirib oladi. Biz ham bermaymiz endi deb aytib oladi.
yo'q-da sababi. Men oxirgi paytda даже ko'p streamerlarda ham ko'rmadim pragmatikda bir normalniy bir X ushlab olganini. Faqat oqizib tashlayapti. Minusga tiqib tashlayapti. Har tomonlama minus. Oldinlari yaxshi edi, biladi. Oddiy bir Big Bass degan o'yinga kirib turgan Zanus olib ketardik. U hammasi boshida o'rgatib olguncha. Tak, mana yangilik so'rasanglar hozircha почти hech qanaqa yangilik yo'q. Bitta bir windan promokod oldim. Endi undan hali itam o'tgani yo'q. Kim o'tadi, kim o'tmaydi bilmayman to'g'risi. O'tadimi, o'tmaydimi o'shanga. Videoni oxirida konkurs bor. Konkursga aytib ketaman. Konkurs qilmasam auditoriya yig'ilishi umuman qiyin bo'ladi. Sababi odamlarga hozir sani ham qilayotgan kontenting boshqa bu вообще muhim emas. Hech kimga muhim, qizig'i ham yo'q unga. Sen tezroq pulingni yutqizsang, o'shani ko'rib kayf qilsa bo'ldi. Shuni qilish kerak. Konkurs qilish kerak. Shu konkurs puliga qiziqadi ko'pchilik, biladi. Konkursni zarar tomonlari ko'p. Men o'zim konkurs qilishni yoqtirmayman to'g'risi. Sababi uni foydasidan ko'p zarari bor. Konkurs ham xuddi mana nimaga o'xshaydi. O'ylayotgan o'yinga o'xshaydi. Yutmadingmi chiqib ketasan. Men shu narsadan qo'rqaman. Agar kimdir yutmay qolsa, kanaldan chiqib ketadi-da. Menga emas ekan o'zi deydi. Buni kanalda yutmadim deb tepadi. Boshqa kanalda yutaman deb o'ylab chiqib ketadi. Xabari yo'q, bu yoqda stream videolar sal bo'lsa ham foydali. Sal bo'lsa ham azartingni bosadi. Xo'p, ikkinchisi ham bermadi buni. Bitta olib ko'ramiz-da. Chiqamiz. Oxirgisi. Balans ko'tarmayman. Bir xil balansda. Balans unaqa ko'p emas o'zi. Past balansda o'ynashim oldingi o'yinlarda ham yetganman men. Sababi ko'pchilik bo'ldi hozir o'sha mayda summa tashab o'ynaydi. Shular ko'rsin. Mayda summada qanaqa beradi. U 100 million, 200 millionda o'ynaydigan streamerlarga qarab qilolmayapti ko'pchilik. Plan qilolmayapti. Qanaqa beradi bitta? Masalan 100 million so'mlik stream qilayotgan odam kamida bir 8-9 million so'mga sotib oladi-da. Unda beradi, masalan berganda 12 million, 13 million bersa, o'sha bolalarga ko'p ko'rinadi. Mana ko'pdek pul ko'rinadi-da. U sotib olayotgan summasidan xabari yo'q hech kimda. Lekin o'shanga qiziqadi-da. 12 million yutdi-yu, 13 million yutdi-yu deb. Lekin uni summasi katta-da. Sen ko'rma, kichkina summada qanaqa beradi? O'shani ko'r. Keyin o'ynasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'shanga xulosa qilib chiqar o'zingga. Mana ko'ringlar, mana shu o'yinda o'zi hozir xuya summani minus qilib boshidan oxirigacha bermadi. Oldingi o'yinda tanishim aytdi, reaksiya yo'q, reaksiya kamroq deydi-da. Reaksiya qo'toqdan bo'ladimi? Dalboyev mana bermasa deydi, to'g'risi. Reaksiya yo'q deydi ko'pchilik aytadi, reaksiya yo'q. O'zing baqirmaysan-ku, 200 ming so'm bersa ham baqirib olmaysan. Voy, ular 200 ming berdi, jalab pulot, 200 ming so'm siz bunaqasini ko'rganmisiz? Bu bunaqa gapirib tashlamaysan-ku. Xo'p, xullas boshqa o'yinga o'tayman. Men bu kod bermadi. 10x beradigan o'yin bor, bilasizmi? Necha puldan olsa ham 10x beradigan o'yin bu. Bu shunaqa o'yin. Hozir ko'rasizlar. Короче, tez o'tkazib sotib olamiz. Tayyormisizlar 10x ga? Bo'lmasa tayyorlanib turinglar, hozir ko'rsataman sizlarga 10x. Qaranglar. 480 ming so'm, 48 ming so'm pul beradi. 10x beradigan puli shu. Wild West Golds. Wild emas, Wild. Temani ko'tarib yuboraymi yana? Bo'ldi, boshidan skater berdimi? Din xuyoy spin bo'ladi. Birinchisidan skater tushib berdim, u o'tkazib yuborsa ham bo'ladi, propustit qilib.
Bitta wild bor. 9 ta spin. Tush ikkinchisidan endi. Tushmaysan. 3 gacha tushmasa bo'ldi. 3 dan keyin shans yo'q. İkincisidan tushib berdim, mana shu yerga tushib ber. O'tib ketdi. Jallab bilat o'tib ketdi-yu. Men buni ham o'tkazib yubordim. Dalba yo'qmi bu bilat? Scatter ham bermadi, wild ham bermadi. Yetdimi? 10x ga qarab ketyapmiz. Bo'ldi, короче. 10x. Gapimga atchatmi? Nima deganim? 10x beradi deganmidim. Shunaqa dey. Wild West Gold 10x pul uchun ishlangan algoritm bu. Endi menda psixovat qilib turib miyadan o narsa boshlanadi. Davay ikkinchi sotib olganingda beradi deb, lekin xuy beradi. U tayyorlanib turadi seni kutib. Davaychi, ke deb chaqirib vazelinni tayyorlab turadi. Yana scatter beradimi? Yo'q, scatter bermadi, wild ham tushmadi. Voy, bilib turib nima kiramiz shunaqa o'yinlarga. Qaysidir berib yuborganda, wild scatter tushdimi? Yana shu 10x. Ay boshla. Bitta wild. 3-qatorga ham. 2-wild 3-qatorga. O'rtaga berdi. Yaxshi, bu 48 mingdan o'tadi. Bu где-то pulni yarmini berish kerak. Yo'q, ana qilish ham mumkin. O'qib qilish ham mumkin. O'qib qiladi. O'qib bilan 400 ming joyda. Lekin 1000x emas-ku. Tavakkal qilgandiga arzimaydigan summa 600 ming. Men bu ishlamay qoldi, billat. Endi scatter kerak edi 900 ming. Scatter bermadi. 1 million. 1 million qaytdi. Necha x berdi hozir? 200 nechidir x berdi, 224 x. İkincisi Okutnoy. Zanos, ikincisi kichkina Zanoscha 200x. Bitta olamiz. Jallab buni ham zaryad tugadi-yu. Scatter'im bor scatter. Endi birinchisida tushmasa, wild ham bor 2x, lekin qatori uzoqroqdi. Ikkita scatter wild. Ikkinchi, uchinchi qatorga wild kerak bizga hozir. Ikkinchi, uchinchi qatorga wild bersa normalniy bo'ladi. Yo'q. Cho'da bu ham 48 ming so'mlik spinga o'xshab ketyapti-da. Shunaqa ekan, bo'ldi. O'tkazamiz. Qaranglar, 48 mingga o'zgaradi, qarang. Ko'rdinglarmi? Sababi bu bersin bermasin, o'yinda mana shunaqa minimal summa vigrish degan narsa bor. U qanaqa narsa? Короче, sen yutasanmi, yutmaysanmi, senga o'yin majbur 10x pulingni qaytarib berishga. Unaqa o'yinlar ko'p. Masalan, Big Bass bor. Big Bass ham xuddi shunaqa. Xo'p, bitta ko'taraylik. 600 ming so'mni olib ko'ramiz. Tekinga tushib olsa yaxshi bo'lardi, lekin tushmaydi. Bitta olaman chiqib ketaman. Bersa berdi, bermasa bermadi. Kerak emas, yoqmayapti to'g'risi. Yana 10x beradiganga o'xshab ko'rinyapti. Mana shu o'yinda qolsam hozir 10x dan tegda qolib ketaman. 10x bilan berib tashlaydi 10x dan. Aytdimmi mana birinchisidan pustoy bo'ldi, все. Yo'q. Basharanga skisani o'yin bo'lgan. Dalbayob o'yini biladi.
Sizga sani ishlab chiqqan programmist qo'liga qo'tog'im dalbayobini bilan. Yo'q, men shu yibanlar o'zi bir ko'rmaydimi, biladi, o'ynab. Men shu qiziqdi menga. O'zi bir o'ynab ko'rish kerak, boshqa bo'lish kerak. Beryaptimi bu o'yinning ishlab chiqqanga yarasha? Gandon bilan. Asli pul olishga qaratilganda ikkita skater bor, 4 ta spin. 3-qatorga wild kerak. 3 ga ber, shu wild 3 ga ber. Hozir asab buziladi bu o'yinda. Dib turgan joyda normal berdi. Endi skater kerak. Endi ber skaterni, bilad. Endi skaterni ber. 500 ming. Pabratskiy skater ber endi. 1 million. Skater. Sensationalmi? 1 million 900. Yana 1 million beravermashdi. 600 ming. 2 million 600 ming yomon emas. 2 million 600 sal nastroy berdi. 2 million balans deb qaytdi. Bo'ldi, endi bundan chiqamiz. Beradiganini berdi bu o'yin to'g'risi. Ekronni yopib yuboraymi? Big Bass'ta harakat qilib ko'ramiz. Kirgan o'yining shunaqa beraversa, voy. Voy biling, kirib turib bitta aylantirganda 800 ming so'm. Qoyilmi? Zo'r. Men to'g'risi nima qilaman, bunaqa berganda chiqib ketaman o'yindan. Xo'p, mayli. Ana ko'ngli sovmasin mana shu o'yinni ham. 2-3 marta aylantirib qo'y. Ertaga kirganimda biling. Sen YouTube chiqib ketuvdi endi turib bermay qo'ymasin, ozgina aylantirib ko'raylik. Bo'ldi, endi pashondan qil. Fruit Party eskisini o'ynaymiz. Eskichasi bor edi, oldingi safar bermagandi. Hissaningni bo'lsa, ko'rganlar bo'lsa. Tak, katta summa qilmaymiz. Qancha beruvdi o'zi? Bitta ko'rib olaydi. 141x. Mana shunda harakat qilib ko'ramiz endi. Ushashga. No, liniyada berish yomon emas. Nice bir orada açmabdi. Mega dash. O'zimga qolsa-chi, ana shunaqa mayda summalar bilan ko'tarib olib chiqib ketardim. O'sha chiqib ketardim. Bunda prosta video uzilib qolmasin deb turib 1-2 marta sotib olib ko'ramiz. Liniyada berish yaxshi endi. Endi ko'ramiz, spinda ko'ramiz. Qanaqa beradi? Mo'sh berib yuboradi, mo'sh bermas, bilmayman to'g'risi. Olmalarga hech narsa bermadi bu yerda. Bermaydiganga o'xshab ko'rinyapti shot. Sabab juda aralash tushib, panon qilib tashlayapti. To'rtta spin qoldi. Hozircha faqat başta pullik yarmi 50%lik algoritm. Qolganda berib yubormasa. Bu o'yinlar anaqada. Bitta spinda berib yuboradi, bilmay qolasan. Tars tushadi, mana shunaqa berib yuboradi mana. Yaxshi yomon emas. Pulni o'zini ozgina plyus bilan bo'lsa ham qaytardi. Tak. Ozgina aylantiraylik. Tushib qolar, kattaroq summada aylantiramiz lekin. Kiming tak. 20 mingni aylantiraylik, mana shu 400 ming ketguncha. Bunda двойной shot yo'q, yaxshi. Двойной shot debman nimadan biladi. Shot bo'lib kechaga Real bilan Arsenalda o'yinlar miyadan chiqmaganda hali. Shunga.
Hamma oqdimi? Menga o'xshab mana shu narsa bukmekerlar narsasi deyiladi. Hamma pulini kecha Real Pobeda qilishdi и Bavariya Pobeda qilishdi. Lekin ikkita o'yinda ham o'xshab bermadi. Shuning uchun stavkaga ham umuman ishonch yo'q. Ishonch qolmagan. Oldingi futbolda bo'lganda men masalan o'zim shaxsiy 2008-yildan beri futbol ko'rishni boshlaganman. 2007. Aniqroq 2007-2008da mana shu United bilan Chelsea Yevropa Liga finalga chiqqanda o'shanda ko'rdim men. O'shandan Unitedga muxlis bo'lib qolib ketganman. Zo'r nima qilgan. Oxirida Jon Terri midi gol ura olmay qolgan. Voy bilan bitta tushib ber. Ronaldo penaltida yugurib to'xtab keyin tepardi-yu, oldin hozir olib tashladi uni. O'shanaqa tepib turib gol ura olmagan. Ronaldo penaltida gol ura olmagan mana shu o'yinda. Keyin murabbiydan ham normal gap eshitgan menimcha. U payt endi Sir Alex Ferguson afsona edi. Xullas tekinga tushish niyati yo'q buni. Bo'ldi. Sotib olamiz. Tushiramiz summani 640 mingdan yana bitta olamiz. Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Короче, hech narsa yo'q bu o'yinda. Bo'ldi. Bergan pulni qarang, boyjallar. 10x berasanmi? Yibam biladi. Sotib olaman, bermasa chiqib ketaman. Kerak emas. Naxuy bu o'yinda vaqt yo'q deb biladi. x lekin summa kichkina. Bular yo'qmi klubni yana ular biladi. O'xshab berardi-yu. Yulduzchi. Bu ham oqizdi. Короче, chiqamiz. Pul yarimi qaytardim. Bo'ldi, chiqamiz. O'ynagan bilan foyda yo'q uni. Hexer Gaming. Iflos provider. Tozasidan kayf pul oqizadigan provider mana shu. Da aytishlaring mumkin, bermasa nimaga o'ynaysan bu o'yinda deb turib. Berganda, vaqtida bergan biladi. Mana shunga miya o'rganib qo'ygan. Bergan payti где-то nimadir bo'lib qolgan mana shunda. Mana shundan keyin qaramasdan olamiz yana. Hop, necha? 25. Uch 10 20. Bular xo'yna men ikkalasi ochilgandan keyin kerak-da menga. Birinchisi adin xo'y ochmasi kerak. Bilmadim men. 5. Mana bunga bitta tushsa ochiladi. Keyin x yig'ishni boshlaydi bu. 150 yomon emas, o'tkazib yuboribman bilasiz. Undan oldingisi necha edi hali? 200 mi bu? Normal. 500 da ol. Suka bilan necha?
Nechi bilet? 3. Yaxshi. 1,5 ming. Joyida, toza. Ko'rdinglarmi? Yetdimi? Bergan deb turib, bergan. Bergan yana beradi dashi bilet. 10 ol. 2 kerak emas. Nechi 10. Ha, bo'lmaydi. Yana bitta o'xshab ber. Yaxshi. Nechi? 2 bilet nima yemaydi juda summa beryapti bu bilan. Yana bitta 500 ga o'xshab ber bilan. Tushib ber. Oxirgisi tushib ber. Ha, короче, bo'ldi. Yetadi senga dedi. Tak, qancha? 1 million 700. Yomon emas. Это просто yaxshi. Bo'ldi. Bitta oldingmi chiqamiz. Endi men bu darazm o'yinga o'ynaymiz ozgina. Tak, 500 ming bo'lib ketar ekan. Xuysnim. Yo'q, sraz 500 mingga olish xato to'g'risini aytsam. 250 mingdan bitta oling. Sababi birinchisi adin xuy bermaydi. Adin xuy bermaydi birinchisi. No, beraversa ham 1000x bersa ham yetardi. Chiqib ketardim. No, aytdim, bermaydi. Ha, bo'ldi, короче. Providerlar bir-biriga bog'liq narsa. Masalan, Hexer'da nargi o'yinida yutdimmi, bu o'yiniga ham ta'sir qiladi mana shu narsani. 500 mingdan olsam bo'lar ekan biladi. 500x. 500x redki beradigan narsa edi-da. Hozir berdi shuni. Bo'ldi, chiqib ketamiz. Sababi o'tirgan bilan foyda yo'q. Foydani olish kerak-da, chiqish kerak. U biladi, mana shu yig'ib olgandan keyin tushmaysanmi biladi. Yig'ib ol. Nechi? Endi tush yoniga. Молодец. Am nechi? 3. Zarus. Excel game beryapti bugun. Bo'ldi, endi 3-inchisi menimcha tushmasa kerak. Redga tushadigan narsa 3-inchisi. 200 mingga oldim. 700 ming berdi. Bundan keyin nima qilish kerak? Albatta qochish kerak. Under Fortune. Shu o'yin ham yoqadi menga. Oldinlar zo'r berardi, hozir bilmayman, ko'ramiz. 2000 ga qo'ysam, ancha 400 ming bo'lishi kerak. Da 400 ming bitta odam srazi. Oldin zo'r berardi bu o'yin. Hozir bilmayman. Hozir ham mo'sh berib qolar. Xullas, bunda gladiatorga o'xshab ketadi, yutqizdi. Mana bu zombi chiqadi, sen bilan urushadi mana. Yutsang, sen olasan mana shuni tepasiga X-ni. Mana hozir hamma joyda ochib tashlaydi. Bu yaxshi narsa bu. Yopilib qo'yganda ochib tashlasa yaxshi narsa. Endi ketdi. Mana 6x olamiz, yutdik. Ikkinchisi 5x oldik buni ham. Uchinchisi bu bizani oldi. Bu ham bizani oldi. Bu ham bizani oldi. Oldu. Endi tak 9. Hammasi yopilsa yutqizamiz. Mana shunaqa yutqizamiz. Hammasi yopilsa mana shunaqa. Iban summasini beradi. Dalba yo'q bilet. Bilet, boshqa o'yinda ko'tarib kelasan-da, bitta o'yinda tek soqizib yuboradi. Boshqa o'yinda bilan buni ko'tarish uchun qancha harakat qilasan, boshqa qilasan, lekin bu o'yin tupurib qo'yibdi unga. Qo'pol qilib aytganda, qo'yib qo'ygan joyi bor. Sani ko'tarib, qancha qiynalib ko'tarib kelganing boshqa bular xuysning. Hech narsa emas. Mana bu ochib yuboradi bu hamma joyda. Buni 20. Och. 20 bor yana bitta. Buni 6 ni ham olamiz. 4 ni ham olamiz. 2. Bitta 2 qolib ketdi-da, bo'lmasa to'liq liniya berdi. Bundan o sariqdan tushish kerak edi. Men bularni x ga ko'paytirib yuboradigan narsasi bor o'zi. 2 yopildi bu xato. Buni oldik. Voy biling. Sarig'i tushmaydimi buni? Yaxshilik, hammasini olamiz-da, hozircha buni ham oldik, yaxshi.
Billat sariqdan tushmaydi. Sariq qayerda qoldi uni? Yaxshi, uchalasini ham oldik. Mana sariq. Hozir ko'rasizlar. Agar yutib olsam ko'paytirib berib yuboradi. Ili normal x qo'shib beradi mana bu. Mana shu 3 ta qatorga. X mi? 200. Ko'rdinglarmi? Ili normal summa beradi. Ili anaqa qiladi. Ko'paytirib yuboradi tepani. Normal summa bor. Yana bitta tushib bersa agar yopib qo'ymash qildi. Nima bo'lsa avval yopdi-yu. Sen yopma qaytyapsan, sen ham yopding. Tak. Yaxshi. 2-3 ta ochilib berdi. Yomon emas. Bitta o'sha sariqdan kerak edi. Mana bu qator 1 da turibdi hali. Bitta sariq tushib ber, billat. Yopildimi? Ha, bo'ldi. Mana shu tugadi. Qancha? Ting 862 1.700.000. Tak, balans yomon emas. Plyusga qarab ketyapmiz. Agar mana shu hozir 10 million bo'ladigan bo'lsa, to'xtatamiz. Joyida to'xtataman. Realni aytaman, joyida to'xtatamiz. Biz ham foydaga kiraylik biladi. Shu zarar bo'lib ketdi-da, faqat minusda yuribmiz. Bundan chiqamiz, bolalar. Men bu o'zi itak qimmat, past summaga qo'ysa ham, bunda o'zi 2000 ekan. 800 ming, 400 ming bor. Duel bor. Dueldan boshlaymiz. 2-3 ta duel olamiz. Qimmati u ana wild beradigani sal anaqroq-da, g'alatiroq. Bermay qo'yishi ham mumkin. 10 da ushamadi. Ikkitalik liniyaga yo'q. O'shani birinchi, ikkinchi qator beradi, biladi. No, hatto bittasini ushash kerak bu o'yinda. Agar algoritmda adashmasam, yana bilmadim. Bularda algoritmi pizdes tuziladi, shunaqa tuziladi, mukammal tuziladi. Hech kim bilmaydi nima qilishini. Men bittasi, ikkitasini ushar degandim, ikkitani ushadi mana joyda. Nechi? 7, xo'p, buchi. Faqat balandroq x 9. Yaxshi. Lekin ko'pchiligi narsa summa janaqa zo'r emas. Pulni yarmi qaytdi. Shu arzondan olaveramiz, yana 400 ming ketdi. Bersa berib, bermasa chiqamiz. Qimmatidan olish yoqmayapti-da, sabab mayda summaga qimmat narsa olish u xato narsa. Qoplaydimi, qoplamaydimi? Yo'q. Bittasini ham ushamayapti. Bitta ham ushamayapti. Umuman yo'q. Bo'ldi. Boshqa o'yinlari berdi, bu o'yinni oldi bizlardan hozir. Ko'rdinglarmi? 1 so'm bermadi. 0.00 so'm ko'tarib, mana shuni qimmatini olamizmi? Yo'q. Ko'tni qisamiz deyapti. 0 so'm berganini ko'rganmisiz? 0 so'm. Shunaqa ham bo'lar ekan. Mana hozir bo'ldi. Sen ham 0 so'm berib yubor. Bo'ldi, shu bilan bir umrlik chorniy spiskka tushadi mana shu o'yin. Menda prinsip bor shunaqa. Normal oqizgan o'yinlarni chorniy spiskka shunaqa tashlab yuboraman. Hech qachon o'ynamayman. O'ldirib yuborsa ham o'ynamayman mana shu o'yinni. Mana bu ham shunga qarab ketyapti hozir. Bo'ldi. Короче, amiga kirib, chirib, shu yerda chirib yot, isqirt, itdan tarqagan o'yini, sani gandon o'yin. Shuncha ko'tarib kelganim ko't qilib tashladi, jalab biladi, musor. O'yinga ski sani dalbayo'q biladi. Sani o'yin deb chiqarganlar musorlar biladi. 500 ming. Amiga kirib ketsin.
Yo'q deydi, 0 so'm bergan qatta bor bilan 0 so'm, 0 so'm ham beradimi bilan. San ham 0 so'm ber endi. Hexer Game'da bilat bugungi normani oldiymi deyman deb shu minusga tiqishni boshladi-yu. Yo'q bilan. Yo'q, 10 ming so'm, 11 ming so'm. 21 ming so'm. Bilat, cho'za o'yin bilat. Вообще musor bilat. Sharanga siski sani xuget qildim bu gandon. Itdan tarqagan. Yana deb qaytdi. Yana depimiz o'zimizda qoldi. Bitta. Mana nechilik? Ikkitalik. Yaxshi, ikkitalik. Skater bor, switch ham bor. Bittalik bo'lsa ham bor. Valtni 100 ming. Switch bermaysan endi. Yana 5 dan 4 ta skater. Bitta narsani aytaman, bu o'yinda skater berdi, ko'p skater berdi degani u zanus bo'lib ketdi degani emas. Bu o'yin shunaqa o'yin, o'zini normasidagi switch bo'lsa switchini beradi, normasidan umuman chiqmaydi. Wild. Nech 167 ming. Mana masalan mana shu o'yinda dahoyasiz hozir skater berib tashadi. Lekin zanus bo'lgani yo'q mana. Oxirida ham bermadi, ko'rdinglarmi? Shunaqa narsa. Xo'p, yana bir marta olamiz menimcha. Ama eng arzoni, tak, 500 ming. Ketdi. Hexer boshqa o'yinlarda beryotdi-da, ko'rdinglarmi? Hozir bitta o'yinida polni og'izdi, ikkinchisi faqat skater bilan aldab o'tiribdi bizani. Bittalik bor. Yaxshi, menimcha bu zanus bo'lsa kerak bu qoldi. Sababi switch ham tushdi, 3 ta skater ham tushib berdi. Hozir aytgan gapim o'zim. Skater hech qanaqa ahamiyatga ega emas Hexer Game o'yinlarida. Skater qanaqa o'yinlarda ahamiyat berishi mumkin? Sagrash, shunaqa spin ko'p kerak bo'ladigan o'yinlar bo'ladi-yu. Tegida X qiladigan shular. Bularda вообще полный пустой chiqaraveradi, farqi yo'q bunga. Xolasi 100 ta spin beradi, lekin switch tushmasa 1 tiyinlik foydasi yo'q. Mana ko'ryapsiz o'zlaringiz. Mayda chuyda summa bilan aldab o'tiribdi. Biz ham aldanib o'tiraveramiz shunga. Ikkitalik beradi, dalda yo'q. Bu ham xuyna joylarga berib tashadi. Berasanmi? Xuy berasan. Sharangni siskiysan. Isqart. Aylantirmasdan. Tez.
Squad mana shu scattering. Billa. Soni bor, sifati yo'q bular. Bu o'yinni bildim. Bermaydigan payt faqat scatter bilan aldab o'tirar ekan. Ikkitalik. Wild 100 ming bo'lish kerak menimcha. Yo'q. 354 ming berdi. Qoyil. Bu yoqda qancha? 200 ming pul qaytdi. Yana bitta switch. Wild. Bunisi o'qitmay. Yana bitta agar beraversa normal plyus bo'ladi. No berishi ehtimoli juda ham kam demoqchi edim, lekin beraverdi. Mana shu yerda bitta 500 ming bor. Qancha? 960 ming berdi. Voy qoyil biladi. Qoyil bo'larkan u bilan. Bo'larkan u kam bo'lsa ham endi nima qilamiz? Hechisi yo'q. Balans 7 millionga yana ko'tarib qo'ydi. Shunga ham shukr bo'ldi. Chiqamiz endi bundan. Hozir yana oqamiz bo'lmasa. Aztec Fire o'ynaymiz endi ikkinchisini. Tak 7,5 mingmi? 10 mingdan qo'yamiz-da. Zo'r 6 million qolgancha aylantiraman. Summani ko'ramiz. Ko'taramizmi, ko'tarmaymizmi? O'yin ko'rsatadi. Yo'q. Mana bitta narsani aytayim, mana shu skatterlar mana bu bilan tushsa, uchinchisi tushmaydi. Yoki mana bu lava bilan tushsa, 10 mingdan sirasi tushib berdi. Qiynamasdan sirazi tushib berdi. Agar foydani olsak chiqamiz. Foydani olmasak balansni ko'tarib yana o'ynaveramiz. Ketdi. Mana shu ikkinchi ko'rsni aylantirishni yoqtiraman-da. Ikkita tush endi. Ikkita bor. 3ta tushsa mini ochiladi. Minimiz ham 100 ming so'm ekan. Bitta. Yaxshi, mini ochildi. Mana shu 5 tushib bersa. Oho. Bu menimcha anaqa spinga o'xshatdi. Ikkita qoldirib ketadi-yu, mana bu tepa bilan nimada. Yaxshi. Chiqamiz o'yindan agar. Bo'ldi. Oxirgisi bor ekan. Yetdimi? Ikkita yetmay qoladigan anaqa bu. Tushunishim bo'yicha yo'q, ko'proq yetmay qoldi. Yomon emas, bo'ldi. 800 mingni oldingmi, chiqamiz. Kerak emas. Xo'p, ko'ngil so'masin. 40 ming so'mga aylantirib ketay. Yana bitta. Bo'ldi. Yo'q, yana bitta. Bo'ldi, chiqamiz. BG Gaming. $500 mingdan ko'raveramiz bunda. Men shu o'yinni Svet Bonanzadan yaxshi deb bilaman, to'g'risi. Endi kimga qanaqa-yu, menga berganda Zanus normalni bergan. 3 ta. Sotib olamiz. 4 ta. Bitta prosta yaxshi tarafi mana 5 ta skater tushsa, skinim ko'payadi. Spin ko'payadi. 15. Mayda summa. 10x, xlar добрый-yu, lekin o'xshamayapti. 5. Mana o'xshadi. 900 ming. Men shunaqa o'ynayman, bolalar, to'g'risi. Men foydani oldimmi chiqib ketaman. O'yinda qolmayman. Nima qilasan o'yinda qolib? Foydani olgandan keyin chiqib ketish kerak o'zi. 40x. 1 million beryapti. Balansi ham 8 million. 100x, billat 100x ushamaganini qarang. Jallab. Billat yana olsammikin. Keyingisi oqizadi. Qilaylik.
bitta olaylik, shunda ham foyda bilan chiqamiz ekan. Berorsa agar 8 million. 5 million balans ko'tardik 8 ga. Oqib ketish ehtimoli ham yo'q emas. O'yinni cho'zmayman deyman-u, ehtiyotkor bo'lib o'ynagan o'yin по-любому хочешь-не хочешь cho'ziladi u. Balansda xuya bo'lsa bilardim o'zim. X bilan 5 berdim. Mana shunga 100 tushib bersa bilasan, qancha so'm bo'lib ketadi o'tda. 20 ni ushamadi. Ya'ni 20 ni ushamadi. Oldu menimcha. Aytdim, ikkinchisini olish xato narsa edi. Ikkinchisini olganda ikkinchisi bermadi, birinchi bergan ko'zingga ko'rinmaydi, yana olgin keladi. Hamda liniyada berib yotibdi. Qo'ysin. Ikkinchini olsak menimcha, men bitta 300, u yoqda 200 qaytarsa ham 8 million bilan chiqar ekanmiz. Ushlab ko'ramiz. To'rttalik. Keyin Svet balansi 1000 ga kiraman. Yo'q. 200 mingni ham qaytarmadim. Men 200 ming qaytarar xatya deb o'ylagandim. Lekin qaytarmadim. 200 ming qaytarsam ham bu yana 8 million bo'lib turar degandim. Lekin qo'ttonni ham qaytarmadi. Короче, bo'ldi, chiqamiz. Bu bermaydi. Svet balansi 1000 ga o'tamiz. Svet balansi 1000 taligini ko'ramiz endi. Eng minimal summada 800 ming so'mdan 2 tushda olib ko'ramiz. Bittasida 1000 ushab olsa agar normalniy bo'lib ketadi. Nimadandir keyin ham nimani sotib olish yo'q. U beradigan narsa undan keyin sotib olsang ham beradi, uni olmasang ham beradi. Hozir olma tushdi mana. Ko'pchilikda qolib ketgan olmadan keyin sotib olsa beradi degan. Ko'ramiz. Olmadan keyin sotib olamiz. Qanaqa beradi? Ming keladigan joyimi mana shu yerda? 1000 berib yuborasizmi? 1000 berib yubormashdi. Xuy beradi. Xuy beradi 1000 ni. 1000 ni men hech qachon ko'rganman-da, spinda ora-orada tushgan, lekin ushab ko'rmaganman mana shu 1000 ni. Minimal summaga bo'lsa ham 1000 ushab ko'rmaganman, realni aytaman. Yo'q unaqa summa. Bermaydi, menga bermaydimi, bilmayman faqat. To'g'risi, bular bermaydi. Yo'q. Birinchisi oq qizni. Sraz ikkita aylantiramiz. Ko'rgan olmadan keyin sotib oldim, hech narsa bermaydi. U yo'q narsa, algoritmni sizlar buza olmaysizlar. Qo'llaringizdan kelmaydi. Hech kim qo'lidan kelmaydi u narsani buzish. Sababi o'zgaruvchan narsa u. Davay, tarvuz. Yana bitta X kattaroq. X katta. 45. 300 ming qaytdi. Svet balansida bir marta, ikki marta o'shaydi X'larni. O'sha payt o'shaganda o'shab qolganing, keyingisi yuraveradi, aylanib, bermay. Davay, tarvuz. Sliva ikkita. Pulli yarimi. Beshta spin. Ko'ramiz. 5 ta spin, birinchisi, ikkinchisi 100 ushadi. Tarvuz. Tarvuz tushish kerak. Tarvuz tushish kerak. Skaterga, billat, skater nafik kerak emas shu bilan. Liniyani yopib tashab bilan. 600 ming. Pul qaytdi. Plusi bilan. Oldingi spinga hisoblaganda, конечно, minuslar. Ozgina plus. Da, xullas bola. Xo'p, nimani ko'rib bo'lib keyin aytaman. Bir winda men ham promokod oldim. Promokod FKingbet.
xuddi kanal nomi qanaqa yozilgan bo'lsa shunaqa promokod. Shu promokoddan o'tib ko'ringlar, mana foydasini ko'ring, qanaqa ekan, boshqa ekan. Keyin aytaman hamma oldiga chiqib, mana shunaqa summa keldi deb turib. Prosta promokoddan o'tib ko'rsanglar aniq bo'ladi. Sababi ko'pchilikka qiziq mana shu narsa. Promokoddan qanaqa foyda qiladi bolalar? Boshqa qiladi, ko'pchilikka qiziq, bilmaydi. Точно nimani bilolmayaptilar. Shuning uchun men mana o'qib berdim. Ochiq oydin ko'rsataman. Ochiq oydin deganga bitta sinfdoshimiz esimizga tushib ketdi deydi-yu. Sinfdoshim bo'lardi deydi. Tak, uchinchisi. Ko'ramiz. Shundan keyin yana bitta olaman. X dan boshladi, summa mayda. Ming shortni taq qilib tushmaydi. Umuman tushmaydi ming. Полный пустой. Bilaman, streamer bo'lsam, eng omadsiz streamer bo'lsam kerak, to'g'risi. Конечно, eng omadsiz bo'lasan. Sen ming shu aylantirmasdan olamiz deb ketamiz. Короче, bermaydi bu. Boshida aytganman, butun vujudim bilan ishonib qolganman men shu bermasligiga. Umuman bermaganda, sababi umuman hatto bir marta bo'lsa ham roziman 600 so'mga ushasin, 600 so'mga Minix ushab bersin, hatto shu ushaganni ko'ringligi bilan biz ham qanaqa bo'lar ekan biladi. Bu bilat faqat oqizadimi bu bilat? Faqat oqizish uchun chiqqanmi? Ili menga qanaqadir ana virus tushib qolgan biladi meni akkauntlarimga. Unaqa desa bilan yangi akkaunt deb ochilgan. Ha qarang, 100 ham o'tkazib yuboradi. 5 ta spin nixuya hech narsa ishlab bermadi. Yana skater berasan, soni bor, sifati yo'q. Musor skateriga. Pul yarmi bo'ldi. Qolgan 5 tasi pustoy. Ketdik. Ikkinchi pustoy, uchinchi pustoy, to'rtinchi pustoy va qarabsizki, oxirgi ham pustoy. Bilaman-da. Bilaman, o'rganib ketganman. Ko'raverib, ko'z pishib ketgan bundan biladi. Bermasligini. Qachondir men ham ushiymanmikin deb shu narsadan biladi. Mana ko'tarib kelasan, onangizki dalboyob narsasini Xudoga o'xshab bermaydi. Suka bilan musor. Mashalanga sizkisan o'yin bo'lgan. Yo'q, bir marta ber qatya, mashhurda ber bilan, mayda summaga bo'lsa ham ber biladi. Ko'ringlar biz ham Mix qanaqa biladi. Odamga ana beradi. Emotsiya beradi. Yuzi ushiydi-da, lekin mana shu ushagan yuzida ham o'kib ham yo'qdi, mana. Yo bormi? Bo'lish kerak. Ikkita ko'k tushmadi-da. Yaxshi o'kib bor, lekin 6 ta spin. O'xsha. Bitta spinning pulni o'zi qaytaradi, bitta spinning oqizadi. Bitta spin pulni o'zini qaytaradi, bitta spin oqizadi. Xuddi shunaqa sxema. Qarabsanki, puling oxirida kod bo'ladi. Vot, hozir ko'rsataman. Endi ikkinchisi oqizadi, mana qaranglar. Sotib olaman. Tayyorlaringlar. Bu arzon yo'q. Ketdik. Endi oqamiz. Ketdi. Bitta spinning pulni oqizadi, bitta spinning pulni qaytarib beradi. Voy blin. Bana. Sliva.
Uzun. Ko'taramiz. Mana shunda ming ushashga qiziqmanman. Qachondir ham ushlayman mana shundan. 1.600.000. Ketdi. Depozitga ham sikding, короче, yutgan pulimni ham sikding. Ishoningga sikisani dalba yo'q biladi. Silgi va berma. Ishoningga sikisani berma, umuman berma. Umuman berma. Ol shu bilan qolganini ham ol, onangni siki daydi, isqirtsani biladi. Gandon ol shuni, qolganini ham musur biladi. Ol sanga shu. Musur san to'y, san isqirt to'y shunaqa haromi biladi. Basharangga qotog'im sani. San to'ymashdi. $25x degani bu summada 2x da, 2x. 2x eng minimali 25x. Faqat shu 25 tushadi. Mana bu 50 ga bu Zanos degani emas bu. Bu o'yin uchun mayda summa, bu o'tda ketgan mayda summa. Bunda qachon o'qib bo'ladi? 1000 tushsa o'qib bo'ladi. Bo'ldi. 100 ham senga o'qib qilib bermaydi. Sotib olaman degan paytingda shu beraveradi endi bu ham. Pashon nahvi короче. Skisa, isqirt. Onang amiga kirib ket, musor yuban bilan. Svet bananzil mingga ham qo'tam, o'zingga ham pragmatik, eng musor. Oldin ham aytganman. Eng musor konturi pragmatik o'zi. Belatra bilan ikkalasi. Yibanlar. Klient daxuyada yoz bo'ladi bilan. Butun dunyo mas'ul uchun auditoriyasiga kirib olgan. Bo'ldi, qiziq emas u senga berishi, bermasa onangni sikisani dalbayo'bi biladi. O'yiningga qotog'im bilan suka musor biladi. Ski, isqirt, chort. Yiban biladi. Basharangga sikisani. Itdan tarqagan ko't. Onasi jalab biladi, isqirtni bolasi. Pashon nahvi o'yiningga sikisani, gandoni biladi. Ski musor keldi. Jalab bilan musor sikisani, isqirt. Rahmat. Rahmat senga. Isqirt itemga chort haromi biladi. Gandon. Qo'tobosh balans tekis oqizib berding. Skisan pashon nahvi o'yinga qo'tam. Ko'rgim ham kelmayapti mana shuni bor. Dalbayo'bini biladi. Idin nahvi. Skisan. Musor. Bo'ldi, короче, tugatamiz. Rahmat hammaga.